Bolalarning oyoqlarini tepaga ko'tarib, keyin qattiq yerga urishi kasallik emas. Bu bolalar rivojlanishining bir bosqichidir. Ko'p oyoqlarini yerga uradigan bolalar tez emaklab, tez yurib ketadi. Bolalar uxlayotgan vaqtda ham oyoqlarini yerga urishi mumkin. Bu holat tishi chiqayotgan yoki qorni og'riyotgan bolalarda ko'p kuzatiladi. Oyoqlarni yerga urish 3 oylikdan boshlanib 8 oylikgacha davom etishi mumkin. Keyin esa bolalar emaklashga tushib ketishadi. Oyoqlarni yerga urish oyoq mushaklari, qorin press mushaklarini yaxshi rivojlantiradi. Bolalar bir joyda ko'p qolib ketsa, zeriksa va qattiq xursand bo'lib ketsa ham oyoqlarini yerga urishadi. Ko'pchilik massajistlar va ayrim vrachlar bolalar oyoqlarini yerga ursa, darhol massaj, elektroforez, parafin va nevrologik dori yozib berishadi. Bu noto'g'ri davo. Agar bolangizning o'ng va chap oyog'i bir xilda harakatlansa, oyoq chiziqlari ikkita tomonda ham bir xil holatda bo'lsa, oyoqni chanoq-son bo'g'imida harakatlantirganimizda shilchoq, qirsillash eshitilmasa, massaj olishingiz shart emas. Har doim massajni ortoped va nevropatolog konsultatsiyasidan keyin olish kerak.